Assalomu alaykum qizlar, tuzimizlar yaxshi dam oldinglarmi? Kasallik sababi aniqlandi. Lecheniyalar yozildi. Endi siqilib o'tirmasdan kasallikni davolash kerak. To'g'rimi? Dorilarimni hozir kirib aptekadan olib chiqdim. Bitta kapelnitsam qoldi, uni ham olsam bugun. Xudo xolasa ancha o'zimga kelib qolaman. Bismillah. Umrimda shipovnik ichmadim borib. Xullas jonimga tegdi. Har kuni boshim kir bo'ladi, chunki kechasi temperatura qilganimda kamida 2 marta temperaturam chiqadi. Tushayotganda terlatadi, bilasizlar. Sochlarim buzilib ketyapti. Har kuni ukladka qilishimga qaramasdan, o'shanga bugun o'zim qilmayman deb hozir endi bu ochuv salonga ketyapman. Qizlar albatta yaxshi yengilliklar ham bor. Lecheniya olishdan oldin analiz topshirganman va ferritinim 3.36 chiqqan. 3.36 ferritin. Endi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Men ham tushunmasdim bu narsaga. Kecha topshirgan analizimda ferritinim 508 chiqibdi. 508 tasavvur qilasizlarmi? Temirim ham kam chiqdi, jeleza. U ham normallashgan, chunki umuman kesaga qarasam yegim kelmayapti. Kesa yegim kelmayapti. Oldin qurilishlarni ko'rsam, bu devorlarni, yerda yotgan g'ishpishlarni ko'rsam yegim kelaverardi-da. Uyga boraman, hozir kesa yeyman derdim. Yo'q, qolib ketdi hammasi. Vitaminlarga to'yindim, boy bo'ldim. Faqat shu bakteriya yuqtirib olganim yomon bo'libdi. Qatdan yuqqan bilmayman. Virus emas, infeksiya emas, bakteriya yuqtirib olman. O'shancha istimam chiqayotgan ekan. Xabaringlar bormi yo'qmi bilmadim, lekin bu haqida o'zim yaqinda bildim. Zolushka degan lecheniya chiqqan ekan. Lekin men Zolushka lecheniyasini o'sha klinikada eshitdim. Analizlarimni ko'rib, sizni Zolushkadan ham yaxshi lecheniya qilib beraman, keyin Zolushka olsangiz bo'ladi dedilar. Ular menga yozgan, ular menga qilgan lecheniyalarni hamma doktor ham yoza olmaydi, hamma doktor ham bunaqa lecheniya qila olmaydi. Chunki uning uchun juda ham katta tajriba kerak. Patsientlarga qilib effektini ko'rgan bo'lish kerak. Ko'rdinglar, vilka uslubida ikkitadan kapelnitsa birdaniga yuborishdi. Tomchilarini to'g'irlab juda ham qiyin lecheniya qilishdi, lekin natijasi zo'r. Kecha borib analiz topshirsam, "Voy, men sizga endi Zolushka qilmoqchi edim, ne kasal bo'lib qoldingiz?" dedilar. Bakteriya yuqtirib olmaydi, bilmayman qatdan yuqqan, u onasini emsa tuzalib olganimdan keyin xudo xohlasa Zolushkani ham olaman. Klinikaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Xursandman sizlarga borganimdan. Juda ham zo'r voqea bo'ldi-da. Xullas, homiladorlikni rejalashtirib yurganimda tanishim chiqib, o'zim opacham klinikalari bor. O'shanga borib ko'rmaysizmi? Nimadir lecheniya, analiz kerak bo'lsa, bemalol boravering dedilar. Bo'pti, borib ko'ringchi dedim, bordim. Gaplashdim, o'zi reklamaga borganman, lekin analizlar topshirdim. O'sha gaplashish paytida o'zimdagi muammolarni aytdim. Shartta yozdilar-da. Bularda analiz olib qoling dedilar. Analiz topshirsam, ko'p narsalarim past chiqdi. Почти 90% vitamin, minerallarim nito chiqdi. Sizni srochniy lecheniya qilishga, shu bilan lecheniyaga ulanib ketdi. Shu bilan biz tanish bilish bo'lib qoldik. Qaranglar. Homilador bo'lmoqchi edim, lekin meni Alloh o'shatga ro'para qilib qo'ydi. Sen bor oldi o'zingni to'g'irlagin, oldi o'zingni vasстановить qilgin degan bir ma'noda. Alloh qanaqa mehribon ko'ryapsizlarmi? O'zinglardan o'zinglar qat bo'lib qolmanglar, o'zinglarni tekshirtiringlar. Sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. 2030-yilga kelib har bitta oilada autizm bola bo'ladi degan tashxislarni qo'yishyapti va o'sha 2030 ga ham yaqinlashib kelyapmiz. Hozir har 4 ta boladan oldin yo'q. Oldin har 10 ta boladan bitta bo'lsa, hozir har 4 ta boladan bitta bola autizm dunyoda. Autizm kasali kengaymoqda, sababi bizda ximikat, telefon, elektromobil, mikrovolnovka va shunga o'xshash narsalar bor, to'g'rimi? Endi siz o'zingizni tekshirtirmasdan tug'dingiz va farzandingiz xudo ko'rsin autizm bo'lib qoldi. Bir oylik lecheniyasiga farzandinglarni kamida 7,5-10 million ketadi. Bu logopedda o'ziga. Hali o'ta nevropatolog dorilarini qo'shmadim. Lekin shu 7,5 million ketmaydigan lecheniyani o'zinglarni davolatib tuqsanglar, sizlar ancha garantiyaviy bo'lib Xullas tushundinglar-ku meni.
Давайте я вам на русском языке буду объяснить. Смотрите, раньше был аутизм, болезни очень мало, а сейчас очень много, потому что у нас все сейчас химикат. Что мы кушаем, используем микроволновка, 24 часа на руках телефон. Раньше не был телефон. Вот, поэтому у нас сейчас аутизм очень много. Так что надо сначала себя лечить, а потом рожать. Sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi deb bekorga aytishmagan. Endi buni ruschasi nima bo'lar ekan? Sog'lom. Короче, вы же поняли, да, меня? У меня просто русский аудитория тоже есть. Поэтому на русском тоже хотела объяснить. Будьте здоровы, не будьте кяса.